Жан Море, Мари Жозенат, Пария filmida. Rejissyor Klod Karyes. Ssenariy muallifi Klod Rank. Bastakor Jean-Claude Pelletier. Tasvirchi Jean Gelpi. Prodyuserlar Mirel de Tissot, Jene Rodriguez, Jean Lara. Filmda shuningdek Horst Frank, Jean Lara, Jacques Tani, Nef Navarro va boshqalar suratga tushgan.
O'zingizni yomon tutsangiz, sizlarni o'ldiramiz. Bu yerda ahmoqlardek o'tirmaymiz-ku axir. Agar bizni ochsa, nima qilib bo'ladi? Xonamda to'pponcha bor. Ammo Deraza orqali urinib ko'ramiz. Qani, bo'la qolinglar. bu yaxshi fikr. Jinni bo'libsiz. Sizda hech qanday imkon yo'q. Imkoniyatga shunchaki biroz yordam berish kerak. Tezroq bo'la qolsanglarchi. Ehtiyot bo'l, Manu. Ehtiyot bo'l. Harakat qil. Manu, Pol seni o'ldirmoqchi bo'ldi. Undan ehtiyot bo'l. Unga to'qnash kelma. Bildirmay qochib ket. Qoch. Qoch, Manu. Qoch. Pol! Pol!
Yaxshi qulab tushdi, janob. Bu yer eng chuqur joy. Nimani ko'rding? Avval g'ildiraklarni izini yo'qotsangiz bo'lardi, janob. Joze. Kim bu? Bu odam kim, Joze? U yarador. Yuringlar. Og'rityapsiz. Yo'q. Bundan qattiqroq jarohatli odamlarga ham qaraganman. Bu yerda chegarada doimo urush. Ushlab turing. Otam ham noqonuniy yuk olib o'tgan. Ha, uni jandarmlar otib o'ldirishgan. Bu Carlota, mitti olmaxon. U xurkakmas. Agar qafas ochiq bo'lsa ham qochib ketmaydi. Barselonagacha uzoqmi? 54 kilometr. Bu ahvolda u yergacha yetib bora olmaysiz. Men borishim mumkin. Yo'q. Mototsiklim bor. Bu ishga aralashib qolma. Borishimga ruxsat bering. Yo'q. Bu haddan tashqari xavfli. Agar bu haqiqatdan ham zarur bo'lsa, unga ishoning. Politsiya meni qidiryapti. Uni otasi ham yashirinishga majbur bo'lgandi. Xo'sh, boramanmi? Yaxshi. Unda quloq sol. Mana u ishonchli xavf yo'q degandingiz. Mana sizga qaraganda ishonchli. Vagon xodimi qahramon bo'lishini istab qoldi. Jazobaga tushishni bas qiling. Aytishga oson. Men ulushim nima bo'ladi? Hozir buni vaqti deb hisoblaysizmi?
hozirda ikkita janob siz bilan ko'rishni talab qilishyapti. Kim? Ular politsiyadan. Politsiyadan? Qoching. Ular nima istashyapti? Keting dedim sizga. O'lishimni esdan chiqarmang. Debora, mayli kirishsin. Bezovta qilganimiz uchun uzr, xonim. Superintendent Hall, Interpol bosh nozir Loren. Rahmat, xonim. Bizga katta yordam berdingiz. Sizlarga qanday yordam berishim mumkin, janob? Ayollar doim bizga nimadadir yordam bera oladilar. Ammo hozir do'stingiz Manuel Toma haqida so'ramoqchi edim. U do'stim bo'lgan. Ayni damda Ispaniyada ekanini bilasizmi? Yo'q. Qanday qilib Manuel Toma doim o'g'rilik yuz bergan joyda paydo bo'lib qoladi? Sizni tushunmayapman. Rotterdam Madrid tez yurar poyezdiga hujum qilingan. Eshitmadingizmi? Albatta eshitdim, lekin aloqadorlikni ko'rmayapman. Nima bo'lganda ham uni anchadan buyon ko'rganim yo'q. Jazoirdan buyonmi? Yoki uning Fransiya qamoqxonasidan chiqqanidan buyonmi? Buni bilmagan edim. Biz bilamiz. Manuel Toma Oren va Fransiya janubidagi portlashdan keyin besaranjom bo'lib qoldi. Siyosatga qiziqmayman. Endi manu ham. Unda bu o'yin. Siz olasam yo'qmi bilish uchun suvga qanday o'zini tashlash mumkin? Sizga noto'g'ri ma'lumot berishganiga ishonchim komil. Manuel Toma bilan siz o'ylagan darajada hech qachon yaqin bo'lmaganman. Juda afsus, ammo u juda jozibador va juda g'alati odam. Men bilan Manuel Tomani o'tmish haqida gaplashgani keldingizmi deyman. O'tmishi emas, hoziri haqida. Garchi bu ehtimoldan uzoq bo'lsa-da, agar uning qayerdaligini aniqlasangiz, marhamat qilib bizga xabar bering. Bu juda muhim. Yordam bera olmayman deb qo'rqaman. Unday holda sizni bekor tashvishga qo'yibmiz. Urinmang. Debora, bugungi barcha uchrashuvlarni bekor qiling. Sizga men ma'lumot berganimni unutmang, janob Takelli. Ularga ishonmang. Ha, tushundim. Tushundim. Xo'p bo'ladi, janob Takelli. Manuel qayerda? Gazetalarni o'qing. Qayerda u? Polchi, u qayerda, janob Takelli? U sizni odamingiz. Uni ishonchli degandingiz. Xo'sh, u qayerda? Pulni men to'laganman, shuning uchun savolni men beraman. Bizda esa faqat o'ldirish huquqi bor, shundaymi? Tuji, Menga ishonaver. Yo o'lasan, yo olmoslarni tezda topasan. Tezda. Eshitdingmi? Bo'la qol. Albatta eshitdim. Ularni qaytarib olishingizdan men ham manfaatdorman. ammo va'da berganman. Janob Takelliga dushmanlar paydo bo'lishini istamaysan-ku? O'ylab ko'r. Aks holda ko'ngilsizliklar orttirib olasan. Disais-la, c'est à toi. Qu'est-ce que c'est que ces types? T'occupe pas. Buni o'zingiz yasaganmisiz? Ha, ishlaganda qish tez o'tadi. Bu esa sayyohlarga yoqadi.
Bu yerda qish uzoq davom etadimi? Judayam. Ayniqsa yolg'iz bo'lsang. Bilasizmi, 4 yil bu ko'p. Ammo agar vaqt cho'zilishdan to'xtasa, demak u odam keksayibdi. Ammo sizda Joze bor. Ha, baxtimga Joze bor. Lekin Joze er emas. Uylanganmisiz? Bolangiz qayerda qolib ketdi o'zi? Tashvishlanmang. U hali topolmagan bo'lsa kerak. Ammo u ehtiyotkor. Bu yerda uzoq qola olmayman. Men uyimga politsiya keldi. Manu haqida so'rashdi. Ammo sen haqingda gap bo'lmadi. Ulardan biri Interpol noziri. Bu endi xavfli. Interpol. Rolf, bu bejizga emas. Politsiya kelganida Max shu yerda edi. Uni tutib olib so'roq qilishsa bardosh bera olmaydi. Buni ko'ramiz. Meni Manu jo'natdi. Manu, qayerda u? Ortimdan yuring. Qayerga? Ko'rasiz. Juda kam gap ekansiz. Ha, Xohishingiz. Yo'q. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Pastga tushing va shovqin qilmang. Hech qanday shubhali narsani ko'rmadingmi, Lyusiya? Ko'rishim kerakmidi? Bir odamni qidiryapmiz, fransuzni.
tez yurar poyezdga hujum qilganini ham. Javob ber, Lusiya. Uni ko'rdingmi yoki yo'qmi? Bu yerda erkaklar bo'lmaydi. Faqat jandarmlar xolos. Demak, omading bor ekan. Ketdik. Bu yerda pistirma bor ekan. Qaytamiz. Bu juda ham xavfli. Yo'q, qisqaroq yo'lni bilaman. Bu Joze. Mashina ham bor. Ichida ayyor kishi. Manu, qanchalar qo'rqdim. Qanday baxtliman. Jarohatlandingmi? Otishda. Ko'ryapsan-ku. Rolfchi? Javob berishing mumkin. Rolf yaxshi. Ammo Bruno Bilaman. Uni ko'z oldimda otishdi. Politsiyachi. Ular nima deyapti? Xo'sh, Ular ham joyda. Hamma ko'chalarni to'sib qo'yishgan. Hamma mashinalarni to'xtatishyapti. yaxshi, Joze. Interpolning odami seni surishtirdi. Ular sendan shubha qilishyapti, ammo hozircha aniq bir narsa yo'q. Polchi, u qayerda? Pol O'ljachi. Pol ish yomonlasha boshlaganini ko'rib qochib ketdi. Ha, bilaman. Bruno o'limidan avval u kichikroq yuk mashinasida jo'nab ketganini aytgandi, ammo politsiyaga hech narsani bilmasligini aytdi. Men bilan qaytasanmi? Yo'q. Dam olishing mumkin. Ertaga tongda barvaqt qaytasan. U tez orada tug'adi. Unga qiyin bo'ladi. Yordam beraman. Mol doktori xizmati biz uchun haddan tashqari qimmat. Joze, gapimni nega bo'lib qo'yding? A? Xavfni his qilyapman, janob. Hali kichkinaligimda buni otam tug'ma sezgi degandi. Xo'sh, izohlab berchi? Qani? Bu yaxshi ayol emas, yomon, sadoqatli emas. Bu gapni qayoqdan olding? Bo'sh kelma. Suvdagi yuk mashinasi va o'lja haqida unga hech narsa aytish kerak emas. Manu, ishonchim komil. Tachelli men bilan bog'lanishga harakat qiladi. Unga nima deyman? Polning ablahligini u tushunadi. Nimanidir yashiryapsan. Manu,
Bilishim kerak. Ayta qol. Bruno hayotini so'nggi soniyalarda Pol meni o'ldirmoqchi bo'lganini aytdi. Hozirgacha ham Untachelli tomonidan jo'natilganini o'ylayapman. Tachelli va Pol. Ha, kechirasan, boshqa nima deb o'ylashim kerak. Molni Tachelliga olib boradi deb o'ylayapsanmi? Sekinroq gapir. Sen esa bu yerda xotirjam o'tiribsan. Olmoslarni tezroq topish kerak, Manu. Men nima qilsam bo'ladi? Hech narsa. Barselonaga qaytasan va jim o'tirasan. Hammasi oydinlashgandan keyin bir qarorga kelaman. Zalda chaproqda yaltirbosh isqirt bashara odamni ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryapman. Nima bo'pti? Bu Tuji, Ronaldo Tachellining tansoqchisi. Ha. Uning boshlig'i Barselonadagi nufuzli odamlardan biri. Olmos bilan qiziqadimi? Qiziqish ham gapmi? Uni kuzatishyaptimi? 4 tasi. Kechadan boshlab uni 2 ta odamim kuzatyapti. Har ehtimolga qarshi, albatta. U bizni payqab qoldi. Ketyapti, to'xtang. Agar u ehtiyotsizlikni o'ziga ep ko'radigan bo'lsa, demak, yuqorida himoyachisi bor. Do'ndoqcha-ku. Siz kimga tikasiz? Mana shunga tikaman. Yo'q, u bilan kelgan tansoqchi haqida gapiryapman. Hurmatli Laran, agar shunday qilmoqchi bo'lsangiz, nemis Rolfga tiking. Sizning qotilingiz uni qidirib kelgan. Buning ustiga uning kosmetolog bilan yaqin aloqada ekanini aytishyapti. Silviya bilanmi? Ha, bizga ham bitta. Aynan shundaydan. Xo'p, janob. Ishonchingiz komilmi? Albatta. Zalda politsiya Rolfni ko'ra olmadim. Juda soz. Manu, Rolf. Endi esa bu espas Max. Ular Maxni so'roq qilishadi deb o'ylaysizmi? Loren bilan bu zerikarli bo'ladi, ammo Interpol politsiyasi xavfli, juda ham xavfli. Ehtiyot chorasini ko'rish kerak deb o'ylaysizmi? Ehtiyot chorasini doim ko'rish kerak. Masalan, sen buni yetarli darajada qilmaysan. Nega ekan to'pponcham doim o'qlangan holda? Max, Rolf, Max. Ha, tushundim. Men ketdim. Yo'q, ularni bitta-bitta olamiz. Qanday? Ularni qo'rqishga majbur qilish kerak. Rolfga Max hamma uchun xavfli bo'lib boryapti. Ayniqsa sen uchun deyish kerak. Tushunyapsanmi? Sen uchun deyish kerak. Dans 5 minutes, la fin de l'entracte. L'inspecteur Lara m'a dit que vous abandonniez la scène. C'est dommage. C'est provisoire. Juste le temps de croquer quelques diamants. Des diamants? Il paraît que vous me cherchez. Nous? Pas du tout. Nous sommes venus pour féliciter mademoiselle. Voyez-vous, dans notre métier, nous sommes attirés par les papillons. Surtout nocturnes. Aytgandek, chorshanbaga o'tar kechasi qayerda edingiz? Shu yerda, har oqshomgidek. Keyinchi? Keyin, janoblar. Men odatdagidek Jizelni yoniga qaytdim. Shundaymi, azizam? Ha, Ha, albatta, bunga shubham yo'q edi. Sizga rahmat kattakon. Sog' bo'ling. bizni chaqirishyapti. À bientôt!
Sodda qizning ko'rsatmasi bu vaqtni behuda sarflash. Ishonchim komil emas. Spektaklni oxirigacha ko'rmoqchiman. Qandaydir manfaat bo'ladi deb o'ylaysizmi? Shaxsiy manfaat bu. Alo. Max. Ha. Tushuntirib o'tirishga vaqt yo'q. Meni tanidingmi? Ha. Tezroq harakat qilish kerak. Haydovchidan boshlaymiz. U bilan orani ochiq qil. Va darhol. Hozir taqsimlaymizmi? Ertaga haddan tashqari kech bo'ladi. Bab-baravar bo'lishamiz. Qayerda? Markoninikidami? Yo'q, bu xavfli. 15 daqiqadan so'ng Lo'lida xani kiraverishida. Shoshil. Bo'l. Max. Seni qo'rqitib yubordimmi? Bu bema'nilik qolganlar bu yerda emasmi? Sen bilan orani ochiq qilishimiz uchun qolganlarni bo'lishi shart emas. Rolf, nima uchun? Mayli olaylik, senga ishondim. Yo'q, hech narsa demadim. Politsiya seni rostini aytishga majbur qildimi, yo'qmi? Ant ichaman, hech narsa aytganim yo'q. Gapimga quloq sol, Rolf. Ant ichaman. Hech narsa aytmadim. Max, sen bilan Silviyaning o'rtangizda nima bor? Hech narsa? Jiddiy hech narsa yo'q, Rolf. Ant ichaman. Ha? Gapirasanmi yoki seni o'ldiraymi? Buning uchun meni ochmaysan-ku axir. Axir nima aybim bor? Deboraga meni ogohlantirishni aytish, o'ylamay ish qilish. U yaxshi tushunmay qolishi mumkin. Boshqa yo'lim yo'q edi, Silviya. Politsiya mengacha yetib keldi. Maxni o'ldirganingdan keyinmi? Tabriklayman. Agar bugun tunda uyingda bo'lganingda, Silviya, ehtimol menda boshqa fikr tug'ilgan bo'lardi. Senikiga kirib o'tdim. Qayerda eding? Mana bilan. Bir dehqon ayolnikida yashirinib o'tiribdi. Olmoslar undami? Yo'q. U qandaydir g'alati. Pol haqida hech narsa bilmasligini aytdi. Bu g'alati. Yukni topish va terimizga somon tiqmaslaridan bu yerdan ketish kerak. Nima qilishing kerakligini bilasan. Xaritani ol. Mana turgan joy ko'k qalam bilan belgilangan. Nima bo'pti?
Haqiqatni aytyaptimi yoki yolg'on gapiryaptimi? Aniqlash kerak. Buni bilishni sen istayapsanmi yoki Tacellimi? U nimani yashirayotgani muhim. Senda boshqa yo'l yo'q, Rolf. Agar aniqlay olmasam-chi? Olmoslar yo'q bo'lsa, Silviya ham yo'q. Hammasini haqni to'lash kerak, Rolf. Buni anglab yetdim. Ha. Yig'lashni bas qiling, vaqt yo'qotyapmiz. Mahoratli raqqosamiz-ku bu. Tinchlaning endi. Tez orada o'zingiz hayot baxsh etadigan bolangizni o'ylang. Do'stingiz ispan politsiyasi meni qamoqqa tashlashini aytdi. Agar haqiqatni aytmasangiz. Ammo aldayotganim yo'q. Lekin ba'zi narsalarni yoddan chiqardingiz. Nimani masalan? Boshqalarni deb jazolanmaydigan darajada aqllisiz-ku axir. Silvia Delander. Bu g'alati kosmetologni yangilik-yo'qmi? Umuman yo'q. U ham yo'qolib qoldi. Kecha g'oyib bo'lib qoldi. Ko'ryapsizmi? U qochib ketgan. Sizning yordamingizsiz esa uni topishimiz qiyin bo'ladi. Siz unutib qo'ygan yana bir narsa bor. Agar jim turishda davom etaversangiz, poyezdni qurolli tunashda qatnashda ayblanib sudga tushishingiz Ikkita o'limda ham sud maslahatchilari buni yoddan chiqarishmaydi. Nimani kutyapsiz? Silviya pianinochingiz bilan xorijga qochib ketishinimi? Nega bunday deyapsiz? Kecha kechqurun Rolf bilan uchrashdinglarmi? Yo'q, shunday emasmi? Tunni birga o'tkazmagansizlar, bunga ishonchim komil. U Silviya bilan ketdi. Bu yolg'on. Haqiqat. Yo'q. Max bilan uchrashgan ketdi va uni o'ldirdi. Uni jim bo'lishga majbur qilish uchun. Uni nega o'ldirganini bilasizmi? Nega uni o'ldirdi? Bu yolg'on. Yolg'on. Chunki Silviya u bilan bir to'shakda yotib, bularning barchasida Maxning ishtirok etishiga erishdi. Bu esa Rolfni g'azablantirdi. Yo'q. Xo'sh, chorshanba kuni tunni birga o'tkazdinglarmi? Birgami? Yo'q. Siz bilan boraman. Bittasini o'zim uchun oldim. Bunga senga o'xshagandan ikkitasi sig'adi. Yo'q. Bu muhokama qilinmaydi. Bor, yuqoridan kuzatib tur. Bor.
Qorovullik qilyapsanmi? Qo'rqma. Men uni do'stiman. Sizga o'xshagan do'stim bo'lishini istamasdim. Haddan tashqari ko'p gapirar ekansan. Mana u qayerda? Qani ketdik. Bu bilan izimga tushib kimga umid qilding? Seni ablah degan gap so'zlar yuribdi-manu. Balki tekshirib ko'rish uchun senga mana bu kerak bo'lib qolar. Bu seni o'ylashga majbur qiladi. Qanday diqqatbozlik. Men buni yoqtirmayman. Bu yerga kelishing ehtiyotsizlik bo'lgan. Agar ortingdan politsiya kuzatganda toshlar bilan xayrlasharding. Ular sendami? Ular hech kimda emas. Suvning tubida qidirish kerak. Bizga firib berish uchun u yerga yolg'iz o'zing bordingmi? Ol. Hammasini tushuntirib berishing kerak. Qaysar ekansan. Bu bema'ni gapni kallangga kim quyib qo'ydi? Silviyami? Bir umr shunday bo'lib qolasan. Mayli.
Madomiki shu yerda ekansan, foydang tegadi. Yuk mashinasi suvni tubida 2 kishilashib ancha tez bo'lamiz. Asli anjomlarchi? Sen uchun topiladi. Balonlar ham bormi? Menikini olasan. Sizchi Manuel? Hammasi joyida, xavotirlanmang. Ha, bir qarorga keldingmi? O'z ulushingni istasang unda suv tubidan qidir, bor. Ehtiyot bo'ling.
Panaga o'tinglar. Manu, men ahmoq ekanman. Onat. Aytchi, u granata. Ha, U boshingni uzib tashlashi mumkin edi. ha, mumkin edi. Buni deb shuncha tirishish kerak. Buni ko'rchi? Seni bu qiziqtiradimi, yo'qmi? Aytishlaricha, sen uchun ahamiyati yo'q ekan. Bo'lishi mumkin. Bu 300-400 milliondan ortiq turmaydi. Buni qara-ya. Sanoat olmosiga, tashqi ko'rinishiga qarab pul to'lashmaydimi? Sen qayergadir jo'natasanmi? Bularni hammasini sotish oson bo'ladi deb o'ylayapsanmi? Tacheli oyog'ingdan bosib turganida xaridorga bir pulga qimmat bo'ladi. Tacheli eng boshidan hammamizni havaskor sifatida qabul qilgan. Unga ishlab biz bir-birimizni tomog'imizdan g'ajiganmiz. Tacheli bizni kuzatib turgan. Hammasi puxta o'ylangan. Pol meni o'ldirishi va o'zini otishi kerak bo'lgan. Polni o'zi qayerda? U o'ldi. Hujum paytida o'qini buyragiga tekkan. Nima bo'lmasin, u shubhasiz o'ldirilishi kerak edi. Maksga o'xshab. Maksni Tachelli o'ldirmadi. Uni men yo'ldan olib tashladim. Buni senga Tachelli maslahat bermaganmidi? Bugun ertalabki yo'q qiluvchi guruhchi ular bu yerda qanday paydo bo'ldi? Men unga manzilni berganim yo'q. Sen bermagandirsan, ammo Silviya bergan bo'lishi mumkin. Silviya? Nima uchun Silviya? Chunki unda va Tachellida maqsad bitta, pul. Ahamiyati yo'q, olmos bo'ladimi yoki iflosi naqd pulmi? Ammo olmoslar bizning qo'limizda va ularni sotish kerak. Erimdan davrada vositachilar bor edi. Ehtimol ularni o'zlari sotib olishmas, lekin xaridor topishlari mumkin bo'lar. O'zingizga yetarlicha yordam bergandek tuyulmayapsizmi? O yerga sen borasan. Lucy hamma ma'lumotlarni beradi. Sen chorasini topasan. Aqldan ozdingmi? Hech qachon u yerga bormayman. Vodiyga kirishda politsiya postlari bor. Janobni chegarani kesib o'tmasdan Andaraga kuzatib bora olaman. U bu ishni qila oladi. Manuel shu yerda ekan, hech narsadan qo'rqmasangiz bo'ladi. Vous vouliez des nouvelles de Manu. Vous en avez? J'ai été loyale. Nima bo'lmasin, Rolfni taklif qilish xato bo'lganini tan oldingiz. Martini, Gap ohangingiz menga yoqmayapti, Tachelli. menga esa eng boshidan men bilan o'ynayotgan o'yiningiz yoqmayapti. Baxtingizga haqiqiy nazokatli odamman. O'z ulushingizga albatta pul olinganidan so'ng ega bo'lasiz. 10%. 10%? Bu sizga qimmatga aylanishi mumkin. Siz o'g'risiz. Hafsalamni pir qilyapsiz, Silviya. Vous voulez une grande aventurière et vous employez des mots de gamine. Mais bien sûr, si vous refusez ce pourcentage, libre à vous.
Il y a eu un contretemps, patron. Gisco et Paco sont morts. Le hors-bord est en miettes. Et moi, je... Et vous? Vous êtes là, Tchotsi. Encore là? Je suis venu dès que j'ai pu pour prendre mes ordres. Venez. Vous allez en avoir des ordres. Venez! Excuse-moi, chérie. C'est moi, Lara. Tu peux entrer? C'est le métier. Entrez! Mademoiselle, du nouveau. Manu? Oh non, celui-là est introuvable. Non, c'est Tocelli qu'on a repéré. Un bonbon, Lara? Ils sont délicieux. J'ai appris qu'un hors-bord lui appartenant avait explosé ce matin contre les rochers. Intéressant, ça. On voyage beaucoup dans cette affaire. C'est malheureux, je me plaisais bien ici. Chekmoqchimisiz? Kechirasiz, to'satdan tushirib yubordim. Bilaman. Sizdan hech narsani so'ramayman. Bu xotinim va o'g'lim. Ular men tufayli 60-yilda Oranda halok bo'lishgan. Mashinani boshqara olmay qolganman. Bu sizga azob beradigan bo'lsa gapirmang. Bu haliyam menga azob beradi. Va siz hammasini tashlab ketdingizmi? Bu oson edi. Meni hech narsam qolmadi. Bu hamma olov bilan o'ynashayotgan paytlar edi. Har bir joyda barrikadalar bor edi. Men unda ishtirok etishni istadim. Asosan o'zimni chalg'itish uchun. Menga avtomat berishdi. Siz uni saqlab qoldingiz. Ha. Lekin xotirjam bo'ling. Mohiyatan bu doim voqealar ta'siri ostida qolgan dovyurak tentak haqida taassurot uyg'otadi. Haqiqatda esa bir zamon sen nimadir qilasan. Faqat shu sababliki kallang bo'sh va o'zingni nimaga bag'ishlashni bilmaysan. Ha, shunday. Ammo ikkingizni uchratganimdan xursandman. Endi qo'rqaman, Manuel. Bu fotosuratni hech qachon ko'rmaslikni afzal bilardim. Nima uchun? Lucy, senda hoziring bor, kelajaging ham bor. Och. Bu menman, Silviyaman, Manu. Och deyapman senga, Manu. Eshikni och. Nega kelding? Bravo. Ça n'a pas traîné, dis donc. Il est vrai qu'ici, tu n'avais pas le choix. C'est à Barcelone que je n'avais pas le choix, Sylvia, c'est clair. Parce que c'est moi qui t'ai forcé à faire l'amour? Et que tu t'es laissé faire en galant homme? C'est ça? Un peu ça. Mufle. Et elle ne s'est pas jetée à ton cou, peut-être? Si, vous avez raison. Je me suis jetée à son cou. Pas pour l'argent, pour rien. Pour l'amour seulement. Tanla. Ko'ryapsanmi? Hammasi tayyor. Rolf, sen va men. Baravar. Bu yerda hammasimi? Faqat sotish mumkin bo'lganlari, qolganlari past sifatli toshlar. Agar istasang o'zingga mukofot sifatida olishing mumkin. Ammo maslahat bermayman, ularni sota olmaysan. Ungachi? U hech narsa olmaydi. Uni bu qiziqtirmaydi. Har kimning o'z havasi bor. Rolfchi, u qayerda? O'tirik, xotirjam bo'l.
Agar Tacheli seni jasadlarni sanashga yuborgan bo'lsa, hafsalasi pir bo'ladi. Bu aniq. Tacheli sizlarni o'ldirmoqchi ekanini bilmagandim. Seni ogohlantirish uchun tun bo'yi yo'l yurdim. Tacheli ta'zirimizni bermoqchi, rahmat, tushundim. Men esa yo'q. Lekin nega hech narsani aytmading? Bizni aldamoqchisan deb o'yladim. Yo'q, aslo. Odamlarga ko'proq ishonish kerak, Silviya. Nima istaganding? Menda tajriba yo'q. Bu Tachelli, ketdik. Tezroq. O'lishing o'zingda. Men bilan ketman u. Yo'q. Ahmoqsan. Bir marta Tachelli bilan to'qnash kelgansan. U yoningga qotillarni jo'natgan. Senda hech qanday imkoniyat yo'q. Ammo bu safar emas. Balki u sizni gapingizga kirar. Bu yerda qolish o'zini o'limga mahkum qilish bilan bir. Siz uchun ham. U to'g'ri aytayotganga o'xshaydi, Minoyl. Joze-chi? Joze. Uni qayerdan topishni bilaman. Mayli, ketdik. Mashinani men haydayman. Katta yo'ldan so'ng tog' orqali ketamiz. Sizlarni boshlab boraman. Bo'l, orqaga o'tir. O'tira qolsang-chi. Agar kelmaganimda to'shakda yotgan bo'lardinglar. Yoqimsiz kutilmagan sovg'a. Mana shu yo'l bilan. Jonursan, politsiya, mahkam ushlanglar. Bu Ostin avtomobilimi? Ha. Bizga yetib olishyapti. Tashvishlanma. Barcha patrul mashinalar diqqatiga. Raqami B618505 bo'lgan qizil Ostin to'xtatilsin. Takrorlayman, qizil Ostin raqami B618505. Davlat katta yo'li 11. 11. Biz bo'limga qaytamiz. Tushundim, ishga kirishamiz. Yana politsiya. Nima qilyapsan? Tez haydaver mana. Otma. Aqldan ozdingmi, Silviya? Haydaver.
shunday qilish kerak edi. Yuraverishing mumkin. Manuel, u jarohat olibdi. Qattiqmi? Yo'q, ozgina tirnaldi. Buni shunchaki qildi deb o'ylaysanmi? Ana u yerga, chapga, toqqa. Eng yuqorigacha. U yerda cho'ponni kulbasi bor. Bekor ikkingizni gapingizga kirdim. Seni olib yurmasligim kerak edi, Lusiya. Hech nimadan afsus qilmaman. Ehtiyot bo'linglar, mahkam ushlang. Mashina tamom bo'ldi. Kulbaga yaqin qoldi. Chiq. Olmoslarni yashirib qo'yaman-da qaytaman. Qanday yangilik bor, Nozir? Hech narsa yo'q hozircha, o'zingizdachi? Ertalab menga shimoldan chegarani kesib o'tgan Bentley haqida xabar berishdi. Shu ham yangilik bo'ldi-yu. Ha, bu Tachellining Bentleysi edi. Ha, sizga aytgandim-ku. Ular baribir paydo bo'lishadi deb. Azizimlarim, bu bilan shug'ullanish kerak. Mana u. Haftadan hammasi yo'lga tushib ketadiganga o'xshaydi. Menda allaqachon yo'lga tushib ketgan. Biz haqimizda gapiryapman. Biz haqimizda deganing nimani anglatadi? Ko'p yoqimli lahzalar bo'lgan. Yoqimsizlari ham kammas. Mayli, mana u ketish kerak. Birga hammasini boshidan boshlashimiz mumkin axir. Nimani boshlaymiz? O'tmish hayotga qaytamizmi? Rahmat, Silviya, buni boshqa istamayman. Bu ular tufaylimi? Bu ayolda nimani ko'rding? Men bu dehqon ayolni xizmatkorlikka ham olmagan bo'lardim. Men ham bu ishga olmagan bo'lardim. Nima bolasi bilan olib ketmoqchimisan? U juda ajoyib bola. Qachonlardir men ham shunday edim. Agar uning haqiqiy erkak bo'lishiga yordam bera olsam, bularni barchasiga bahona topa olaman. Unga omadsizligingdan boshqa hech narsani taklif qila olmasang-chi? Jim bo'l. Men ortiqcha erkaklikni o'zimga yeb ko'rmadim. Seni qo'yib yubormayman. Tushundingmi? Ha, albatta. Olmoslar qayerdaligini faqat mengina bilaman-ku axir. Shunday deb o'ylashing mumkin, ammo bu razillik. Bu ancha jirkanch ish bo'lgan bo'lardi. Rolf yaxshi odam edi. Uni nima qilib qo'yishganini o'zing ko'rding. Shu sababli xavotirlanaman. Uxlaganim yo'q, Manuel. Albaniyaga ketayotganimni aytmoqchi edim. Rozaga qo'ng'iroq qilish kerak. Yaxshi, sen bilan birga boraman. Yo'q, yolg'iz ketaman. Xavf kamroq bo'ladi. Tashvish chekma. Andorra. Alo. Ha, bu menman.
Yo'q, Joze yo'q. Uni kutyapman. Yo'q, hozircha hech gap yo'q. Mayli, Jozega aytaman, uni Pio del Rocada kutasiz. Yaxshi. Ont ichib aytaman, xo'jayin, ular tez orada bizniki bo'ladi. Senga ishonaman, Turji. O'tir. Bo'la qol. Mana sizni laqillatdi. U yolg'iz harakat qilish uchun avval Polni o'ldirdi. Endi esa ular ikki kishi. Silviya u bilan. Buni bilganmidingiz? Silviya rostdan ham o'sha yerdami? Turji. Silviya do'stingman uni qidirib ketdi. So'ngra ikkisi uning mashinasida Porbu tomon jo'nadi. Keyin biz ularni izini yo'qotib qo'ydik. Xo'sh, nima deysan? Ammo siz ularni qayerdan topishni bilasiz. Shunday emasmi? Ularni topasiz va barcha olmoslarni qaytarib olib kelasiz. Ularni qayerga olib borishni sizga aytaman. Esingizni yeb qo'yibsiz. Buni nega men qilishim kerak? Tirik qolish uchun, albatta. Hammasi oson ekan. Unday holda meni o'ldirishingiz mumkin. Pulni ham, manoni ham hech qachon topa olmaysizlar. Befoyda jinoyatni qilish mening odatim emas, Turji. Bu eritmani qiyin ishlarni hal qilish maqsadida saqlayman. Mayli. Hammasini to'g'rilash uchun sizda bir necha soat vaqt bor yoki o'lish uchun. Ogohlantiraman. Bu azoblaydigan o'lim bo'ladi. Nima bu? Bu sekin ta'sir qiladigan zahar, u miyaga ta'sir qiladi. Ammo bunchalik qo'rqmang, azizim. Hali oldinda 10 soat vaqtingiz bor. Agar hammasi men umid qilganimdek bo'lsa, qaytayotganimizda shunday qilamizki, ishoning, siz o'lmaysiz. Havo 25 Nozir Loranni chaqiradi. Havo 25 Nozir Loranni chaqiradi. Jepni ma'lum masofadan ikkita Land Rover ta'qib qilib boryapti. Qabul. Qabul. Qanday tushundingiz? Vajohatingni qara. Nimadir bo'ldimi? Hammasi tugadi mana. Jandarmlar bilan to'la mashinani ko'rdim. Seni ogohlantirish uchun keldim. Rahmat, Rolf. Doim yaxshi inson bo'lgansan va shunday bo'lib qolding. Ogohlantirish uchun bunday tavakkal qilmaslik kerak edi. Do'stona aytyapman. Ko'rinishing yaxshi emas. Seni bunchalik qo'rqitgan politsiyami? Politsiyami yoki ana Otachellimi? Bu bilan nima demoqchisan? Hech narsa, hammasi tushunarli. Sen bilan doim hammasi tushunarli.
Bolachi, unga nima qilding? U orqada kelyapti. Ehtiyotkorlik uchun birga yurishimiz kerak emasdi. Ko'ryapsanmi? U ortingdan emas, sen oldinda kelgansan. Menga olmaslar kerak. Hammasi tez bo'l. Bo'l. Buni ber, Espas, o'lishing tayyor. Menga o'zimni o'lishim emas, hammasi kerak. Rolf, tashla uni. Ichkariga. Tezroq, Jose. Jose! Urushdaman deb o'ylayapsanmi? Menga ber. Qani, bor. Bor uyga. Birgalikda barcha o'tkazgan yillarimiz esimda. Hech narsani unutganim yo'q, Manu. Ha, bilaman. To'pponchang o'qlanmagan ekan. Jose, onang bilan ket, tezroq. Chegara uzoq emas. Sizlar hali ulgurasiz. Ketmoqchimisan, yo'qmi? Menga bunday qarama. Sen taqlid qiladigan darajadagi odam emasman. Yigit kishisan, onangni ko'ndir. Agar kerak bo'lsa kuch bilan jipda ketinglar. Bu buyruq. Bol. Bor, o'zingni ko'rsat. Manuel, o'tinib so'rayman, bunday qilma. Ketdik. Jose, tushunmayapsan, bu yagona imkoniyat. Sen uchun va bola uchun. Tushunsang-chi? Biz birga. Yo'q, hech narsa qila olmasdik. Ketinglar. Iltimos, sendan ketinglar. Oyi. Ketdik, oyi.
Oyi, ketdik. Joze! Itvachcha olmoslar qani? Topishga urinib ko'r. To'xtatamiz xo'jayin, ketamiz. Yo'q. Menga manu kerak. Bo'la qol, tushundingmi? Uni o'ldir. Eshityapsanmi? O'ldir. Ey, Nima bo'ldi? O'ldir uni. yo'q xo'jayin. Endi o'z qoidam bo'yicha o'ynayman. Ablah! Senga ko'rsatib qo'yaman. Uchuvchini ogohlantiring, nima qilib bo'lsa ham jipni to'xtatish kerak. Qani ketdik. Jipni ko'ryapman. Tushundim, ularni iziga tushaman. Agar kerak bo'lsa ogohlantiruvchi o't ochamiz. Yaxshi. Boringlar, odamlaringiz uyni qurshab olsin. Manuel Toma, qurolingizni tashlang. Tashlayman va olmoslarni beraman. Siz esa ularni tinch qo'yasiz. Ularning qayerdaligini bir o'zimgina bilaman. Yaxshi. Jipga tegmang. O nima qilyapti? Qimirlamang, buyruq yetib borish kerak. Buyruq. Buyruq. Otmang. Manu. Manu. Uchuvchini ogohlantiring, buyruq bekor qilinadi. Jipga tegmang. Manu.
hech narsadan afsuslanmaslik kerak. Sakkiz yil. G'alati shartnoma. Oxirigacha borish kerak, Toma. So'ngga ayirboshlash. 500 millionlik qimmatbaho toshga bitta sigaret. Jomadonni qoziqtirish shaklidagi qoyaning ortidan topasiz. Adashmaysiz. Hammasi o'sha yerda. Hammasi to'g'ri. Hammasi yaxshi. Hammasi. Hammasi to'g'ri, Manuel.